3 kun oldin pul tashladim-ku, nima balo? 3 kun oldin 200 ming tashladim, yana o'chib qoldimi? Sizda ham xuddi shunday muammolar boshlandimi? Kun sovib ketdi. Avvalgiga qaraganda hozir elektr energiyasi uchun 4-5 barobar kamida pul to'layapsiz, to'g'rimi? Ana shunday elektr uchun ko'p pul sarflayotgan xonadonlarning biriga keldik. Bu yerga kelib, qilib bergan ishimizni bitta ko'ring bu yerga kirib. Xonadon egalarining aytishi bo'yicha haftasiga 200 mingdan pul to'lagan ekan shu paytgacha elektr energiyasi uchun. Bu yerga biz elektr xarajatlarini nolga tushirish uchun 20 kilovatlik gibrid quyosh panellari stansiyasini o'rnatib berdik. Eng qiziq tomoni litium akkumulyatorlari bilan, ya'ni ikkita 10 kilovat 10 kilovatdan 20 kilovatlik litium akkumulyatorlari bilan o'rnatib berdik. Endi bu xonadonda mabodo umumiy tarmoqdan davlatdan svet o'chib qolsa, mana shu litium akkumulyatorlar yordamida xonadonni 6 soatgacha bemalol polniy nagruskada elektr bilan ta'minlab berib turadi mana shu ko'rib turgan akkumulyatorlaringiz. Yana bir qiziq fishkasini aytib o'tib ketishim kerak. Bu gibrid stansiyalar ham xonadonga o'z ehtiyojlari uchun elektr beradi, ham umumiy tarmoqqa sotadi. Ya'ni o'z ehtiyojlaridan tok ortib qolsa, umumiy tarmoqqa qaytarib har bir kilovatni 1000 so'mdan sotadi. Ham daromad qiladi, ham o'zlari ishlatgan elektr energiyasi o'zlariga tekinga tushadi. Zo'rmi? Bilaman, mana shu videoni ko'rayotgan har bitta odamda elektr energiyasi bilan bog'liq muammo bor. Ko'p pul to'layapsiz. Ishoning, siz ham quyosh panelini qo'ydiring. Kamida 10, 15, 20 yil elektr energiyasi uchun to'lovlarni unutasiz. Agar siz ham xonadoningiz yoki biznes obyektlaringizga quyosh panellarini o'rnatmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin.